Hozir avvalan ko'p tashakkur televizion ko'ruvchilarga va Afg'onistonda yashab turgan va bizani ko'rib to'xtagan hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Afg'oniston turklari uchun ilmiy yig'in olindi do'stim bunyodi tarafidan va bu yerga asosiy masala shuki, Afg'onistonga, xususan Afg'oniston turklari tarixga qanday bir marhalalardan o'tgan va qanday ishlarni Afg'onistonga anjom bergan, qanday asarlarni qo'ygan va necha ming yildan beri Afg'onistonga yashab kelyapti. Nima uchunki hozir butun millatimiz ko'rib o'tiribdi, Afg'onistonga bir qarah guruh kelgan, butun farhanglarni oyoqda tagiga olgan, butun tillarni oyoqda tagiga olgan, islom otidan istifoda qilib o'z faşizmlarni idoma berib kelyapti. Va buradan hozirgi bu ilmiy yig'inga ko'rindiki, oldindan takriban 100 yildan oldindan va 100 yil ichiga Afg'onistonda Turkiston mantiqalariga intiqoli qam qilib, o'rda demografik yopisini tag'ir berib, bir nevi xohlaganlarki Afg'oniston, xususan Turkiston mantiqasi bir nevi o'zlarini kontrolda bo'lsin. Har zaman ilmiy jihatdan, farhang jihatdan va ijtimoiy jihatdan Afg'oniston turklari Turkiston zamin yuqori ilmiyatga bo'lgani uchun talosh qilganlarki, buni bir nevi qata qilsalar, sindirsalar, bu farhangni takror tiriltirmamoq uchun talosh qilib kelganlar. Va bugun ham Toliblarni idorasiga, bu guruhning idorasiga, Afg'oniston Turkistoniga, Safot Shamolga bu intiqol topib yotgan muhojirin masalasini aslan tarixga qancha bir niyati shu bilan harakat bo'lgani hozir yaxshiroq bu ilmiy bahslarga o'rtaga keldi. Onun uchun biza Hizb Jumush Milliy Islomiy Afg'oniston bo'lib har zamonki aytdik, Afg'onistonga birlik uchun adolat deganmizki, hamma o'z farhangiga, o'z tiliga tiriklik qilsin, hech kimga ne birta zulm ko'rsin, ne birtaga zulm qilsin. Onun uchun bu Afg'oniston turklari ilmiy yig'ini bu sababdanki bu masalalarda va bundan boshqa Safot Shamolga, Turkiston zaminga intiqol berilayotgan terrorizm masalasi. Bu ham muhojirin masalasini yoniga terrorizmni intiqol berib, o'rdagi zihniyatlarni bir nevi radikal holga keltirib, bunyodgaro holga keltirib, qanday qiladiki o'rdagi farhangni ham millatni radikal holga keltirib, o'zlari bir proje bilan buni istifoda qilsalar. Uning uchun hech vaqt biz bunday bir harakatlarni ham Afg'oniston ichkariga bo'lsin, 20 yil va undan oldini va hozir ham qabul qilamiz va buni muqobiliga qo'limizdan kelgandan ko'proq bir shaklda ham mujodala qilamiz, ham sesimizni chiqaramiz va toqatimiz kelgancha buni dunyoni har tarafiga bayon qilamiz. Bu yerga shunga mutavajjih bo'lishimiz kerakki, baynalmilaliy sohalarga Afg'oniston turklariga bo'lib to'xtagan albatta Hazora qavmlari bizga, tojik qavmlari bizga, hatto joy-joy pashtun qavmlarimiz o'zini istiga qancha mushkul kelib to'xtaganini ko'rib to'xtadi. Ammo baynalmilaliy sohaga mutassibona Afg'oniston turklarini mavzusini ko'tarib to'xtaganda ko'p ko'rmaganimiz uchun va millatimizni ko'proq taloshi, taqozosi va xosti ham bu bo'lgani uchun biz xosatan Afg'oniston turklari ilmiy yig'ini deb bu yig'inda o'rtaga keltirdik va inshaalloh taolo buni vasilasi bilan ham millatimizda bir nevi tarixiy harakatlarni mardumimizga intiqol berib va bu Turkiston kalimasini voqea bir shaklda Afg'onistonda butun javonlarni qalbida bo'lganda bir nevi ro'zga, tillaga, kitoblarga kelishi uchun inshaalloh bu ilmiy yig'inlarni idomasi ham baxayr bilan bo'ladi. Na tanho bu til shunoslarimiz bo'lsin, barcha shaxsiyatlarimizni toliblar o'ziga tiyatgan kichkina gap qo'yingki, shundan esos qilsa shuna gap keladi, uni olib hibsga taylamoq bo'lsin, ishkanja bo'lsin, hatto ba'zi muhim shaxsiyatlarni kechalar olib ketib hech bir xabar olinmagan. Buni hammamiz bilamiz. Uning uchun buni tashqarida bo'lgan diasporalarimizni hammasini birlik barobarlik bilan seslarni chiqarib, albatta Afg'onistonda xudo naxosta qon to'kilishiga ishqib tarafdor emas.
ammo bir millatni hech vaqt bir millat o'zini yo'q bo'lishini ham qabul qilmaydi. Uning uchun qo'limizdan kelgancha ham dunyoga ham bo'lgan Turkiy va Turkiy davlatlarida hammasiga taloshimiz bo'lsinki, bu kishilarning qurtilishi uchun toliblarga qo'llaridan kelgancha boyat fushorlarni berib to'xtasalar. Va bilabizki, bo'lgan Milal Muttahid bo'lsin, ba'zi projelarni olib kelayotibdi. Hech vaqt millat bilan, mardumni voqea tamsilchilari bilan suhbat bo'lmasdan, fikrlari olinmasdan, buni bir taqriban hozirgi suhbatlarga eshitdik. Mana ustozlarning o'zi tarixiy qaynoqlardan aytib o'tiribdiki, 10 million, hatto 12 milliondan ko'p Afg'onistonga turk tiriklik qiladi. Buncha millatning qadarini bir nevi bu Milal Muttahid o'z toliblar bilan olib to'xtan suhbatdan sonra ilgari olib ketishini qattan uni ham qabul qildi. Zaten hamma bizni Afg'onistonga bir doimiy sulhni, adolat ijtimoiy degan narsa bizga hamma o'z huquqiga, o'z farhangiga tiriklik qilsin. Toliblar chonsini ro'z ba ro'z kamaytirib kelyapti. Qancha tezlikka Xudo xohlasa Afg'oniston dohiliy kashmakashlarga ketmasdan o'rta yo'l topilib bir sulh doimiga qarab ketsin. Hamma o'z farhangiga, o'z tiliga, o'z zaminiga, Turkiston zaminiga zindagilik qilsin. Uning uchun tavsiyamiz shu bo'ladi. Toliblarga har shaklda bo'lsa fushor ketirish kerak bo'ladi. Umid bor bizga shu fushorlar tariqidan muzokaraga o'ltirsin. O'zlaringiz bilasizlar, Marshal Abdurashid do'stim, buzurgimiz o'z fikrlarini aytganlar. Umid qilamiz Afg'oniston unday bir sharoitga ketmasin. Umidimiz bu, ammo ketgan pallasiga albatta bu millatni yo'q qilish uchun toliblar qo'ldan kelganini qilgan ma'nosi beradi. Unga ham mas'uliyat komilan Afg'oniston turklaridan, bu Shuro Milliy Muqomat Milliy Baroy Nijot Afg'onistondan o'tgan tamom mas'uliyat toliblarning o'z gardaniga. Tashakkur.